Operatsiya juda zo'r o'tdi, xudo xolasa. Aha. Juda qo'llaring yengil, juda o'zlaringni ishlaringni mutaxassisi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bemorimiz Muhabbat xola bir kun avval o't tosh kasalligi bilan kichik tirqishlar orqali laparoskopik operatsiya bo'lishgan. Mana hozir kirib gaplashamiz. Uni qiziqtirgan savollar beramiz. Assalomu alaykum. Muhabbat xola yaxshimisiz? Sog' salomat, ziyimisiz? Mana Muhabbat xolam bir kun avval bizda o't tosh kasalligi bilan laparoskopik usulda, ya'ni xalq tili bilan aytganda lazer usuli bilan o't tosh kasalligini bartaraf qilish amaliyoti bajarilgan. Qanday bo'ldi xola operatsiyalar? Operatsiya juda zo'r o'tdi, xudo xolasa. Aha. Juda qo'llaring yengil, juda o'zlaringni ishlaringni mutaxassisi, juda bilimdon, juda muomala zo'r degandek. Juda yoqdi menga, juda ham yaxshi. Operatsiya jarayonida juda jarayon menga yoqdi. Shu yerda ma'muriyatda ishlab turgan barcha mana Nodirbekdek, nima Rustamjon, Farruxbek, bolalarimga ming rahmat aytaman. Hech ham chet elda doktoridan kam bo'lmaydigan, o'tsa o'tadigan muomala jihatidan, soha ish bilimdonlik jihatidan hech qayerdan kam emas ekan. Xizmatlaring uchun rahmat, rozi bo'linglar. Shunchalik sizlarni shu darajaga yetkazib kelgan, yordam qilgan, sizlarni tirab, turkab turgan, og'illaringni yengil qilib sizlarni shu darajaga yetishga yordam bergan ota-onalaringga ham rahmat. Ilohim ishlaringni bundan va hamisha omadlaringni bersin, ishlaring rivojli bo'lsin, bardavom bo'lsin. Rahmat. Mana Muhabbat xolam, xudo xolasa ertaga javob beramiz uylariga. Trubkalarini oldik. Hech qanday og'riqsiz, kesmalarsiz, kam jarohat yetkazdirib, o't tufagini mana kasalligidan xoriq qildik. Xudo xolasa ertaga uylaringga javob beramiz. Bo'pmi? Sog'ayib keting, yaxshi bo'ling. Rahmat.